Qo'shnimning moli teri kasal bo'libdi. Ertalabdan kechgacha endi pashshadan mollarimni qo'riqlab o'tiraman shekilli. Bu mollarim hammasiga yuqtirib o'lib qolmasa bo'ldi. Bunga birorta yechim bormi o'zi? Balday yig'ishtiring, Jamshid. Nuqul bilan mana boshlab yurasiz. To'xtayman, sizga hozir buni oson yo'lini ko'rsataman. O'zingiz hayron qolasiz. Siz esa videoni ko'rishdan oldin ushbu videoga like bosing va Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Mana bu zeze pashsha uchun sizga. Mana bu ichki va teri ostidagi parazitlar uchun. Hop. Mana bu molni semirtirish uchun. buni qanday ishlatiladi? Uni ham tushuntirib o'tib keting. Endi qo'llanishini tomosha qilasiz. Xo'p, Ciflor dori vositasi bitta pipetkasi 300 kg tirik vaznga yoki ertalab azonda salqinda yoki kechqurun yemini berib bo'lgandan keyin molni ustiga tomizlanadi. Bitta pipetkani himoya qilish vaqti 4 haftadan 6 haftagacha. Brontel dori vositasi esa ichki parazitlar, jigar qurti va teri ostidagi bo'ka va so'nalarni, lichinkalarni o'ldirishga yordam beradi. Fosfivit dori vositasi esa organizmni, jigarni stimullab beradi, qonni ko'paytiradi va organizmni o'sish, rivojlanish, semirishiga yordam beradi. Avval 3 sutka oldin Brontel dori vositasini muskul yoki teri ostiga inyeksiya qilib, parazitlardan tozalaysiz. 3 sutkadan keyin Fosfivit va Ciflorni birgalikda qo'llab, hayoningizni 1-1,5 oygacha pashsha va tashqi parazitlardan himoyalagan bo'lasiz. Bu videoni pashshadan aziyat chekkan tanishlaringizga va kuni bilan molini pashshasini qo'riqlab o'tiradigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.